Bekorchilikdan g'iybat qilmagan odamimiz qolmadi. Birorta ishni ushamabmiz shu vaqtgacha. Asta aytma Ulug'bek, men ham odamlarni g'iybat qilaverib zerikib ketdim. Ish topmasa bo'lmaydi, menga qara. Aytmoqchi, ana Bilol bor-ku. O'tgan safar tut sexiga ishga olib kirib qo'yaman dedi. Ashuni harakatini qilaylik, bo'lmasam bekor yurmasdan. Ketdi olmasan Bilolni olib boraylik. Assalomu alaykum, Bilolmi, bormisiz? Va alaykum assalom, kelinglar buyuk g'iybatchilar. Ha, sen ham boplaysan-da, non topib oling-da bizga g'iybatchilarni. Ayni borini aytaman endi, kelinglar. Biz faqat suhbat qilamiz. Endi Ulug'bek hazillashib qo'yaman-da, nima xizmat menga? Hazil o'z yo'liga. Sana oldinga bekordan bekorga kelganimiz yo'q. Xo'p, kelibsizlar oshna, nima xizmat menda? Xullas oshna senga xizmatchi zo'ri bor. Zikrillo tanishing ekan. Katta tut sexi bor ekan, o'tgan safar olib boruvding. Ashka bizni gaplashib berishga kiraylik. Bo'ldi, shuni o'zi xolosmi? Hozir yes qilaman.